Xayrli tong qizlar. Soat 5. Kunimiz suv bilan boshlanadi. Mana Qorolmay mineral suvi. Chunki ishqoriy muhit menga kerak. Xo'p, biz oilamiz bilan nimalar ichamiz? Ozgina aytib o'tib ketaman. Tak, ertalabdan yod ichaman. Albatta, bu menga kerak. Antioksidant ishqoriy muhit uchun. Bu o'g'limniki qora yong'oq bargi, parazitlarga, zamburug'ga qarshi. Vitamin C ichkarida yo'q, shuning uchun tashqaridan qabul qilishga majburmiz. Bu ferment assimilyator hazm jarayoniga. Vitamin D bu meniki juda ham yaxshi ko'raman. 5000 lik. Quyoshli o'lkada yashaymiz, lekin baribir ichkarida yaxshi so'rilmagandan keyin tashqaridan ichishga majbur bo'ladi odam. Ornitin bu xo'jayinimniki va o'g'limniki. Detoks sistemaga yordam beradi. Keyin g'alati hidlanish bo'ladi ko'pchilikda. O'sha narsalarni oladi. Sink bu oilamiz hammamiz ichamiz. Shamollab qolgan paytda erkaklarga foydali va o'g'limga ham berib turaman. Keyin B kompleks bu yaxshi qon degani, yaxshi hemoglobin, energiya degani. B komplekslar juda ham ta'siri ko'p. Keyin buni to'xtalib o'taman yana. Papaya tabletka shakli, buni o'g'lim ichadi. Bilasizlarmi, parashok shaklini olgandim aptekada, 50 ming turadi, lekin mana to'la umuman icha olmadik. To'g'risi, yomon emas, zo'r mahsulot, lekin ta'mini hamma ham qabul qila olmas ekan. O'g'lim ham icha olmadi, men ham icha olmadim. Tinchgina tabletka shaklini oldik. Qimmatroq bo'lsa ham, lekin udobni. Birinchi o'rinda qulayliklar batlarda. Xo'p, oshqozon betayin buni men ichaman, chunki oshqozonda kislotность past. Kimda kislotность past bo'lsa, zamburug' ko'payishi, tez kasallanish ko'p bo'ladi. Karal alfa-alfa bu qon tomirlar yaxshi yordam beradi. Bu sorbent ichagimiz uchun. Kimda qon bosimi baland, kimda qon bosimi past, marhamat ichlaringlar. Va elektrolit kaliy natriy riboza. Bu kunlik mushaklarimiz ozuqasi, ishqoriy muhit degani, yuragimizga quvvat degani. Mana shuni hammasini oilamiz bilan ichamiz. Sog' bo'linglar.